Alo, Alo, assalomu alaykum. assalomu alaykum. Assalomu alaykum. El ichida ardoq topgan aziz zamondosh. Hurmatli Nabijon aka, sog' salomatmisiz yurtdoshim? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Har doim yaxshi bo'ling. Akajon, bugungi xayrli kunlar, fayzli damlar muborak bo'lsin deya, aynidan biz sizga qalbga yaqin insonim loyihasidan kutilmagan jonli qo'ng'iroqni amalga oshirib turibmiz va sizdek aziz yurtdoshimiz bilan suhbatda hamroh Kamina Xursanoy Baxtiyorovna bo'laman. Akajon, avvalambor bugungilik shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz, qarshi olayotgan go'zal yoshingiz muborak bo'lsin deymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Akajon, bugungilik shukrona kuningizni qay tarzda boshlab oldingiz? Taassurotlaringizni aytib bera olasizmi? Xursandchilikda boshlab oldik, ajoyib. Oila davrasida. Albatta. Albatta akajon, yaxshi insonning kuni har doim yaxshi bo'lgay. Akajon, adashmasam bugun qo'shaloq bayrami, bugun o'g'illaringizni ham tavallud topgan kunlari, yanglishmadimmi? Shunaqa. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Akajon, shu fursatdan foydalanib, iloji bo'lsa o'g'illaringizni ham go'shak yoniga chaqira olasizmi? Suhbatlashsak degandim. Mana eshityapti sizda. Assalomu alaykum, ona O'zbekistonimizning azamat o'g'lonlari. Hurmatli Otabekjon, Fayozbek, sog' salomatmisizlar yurtdoshlarim? Assalomu alaykum yurtdoshim, yaxshimisiz, salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Go'shak yoniga kelib gapira olasizmi, Otabekjon? Fayozbekni ham chaqirsangiz, birgalashib ularni ham tabriklardik, yaxshi bo'lardi. Eshitaman. Bugungilik shukrona kunlar qay tarzda o'tmoqda? Taassurotlaringizni aytib bera olasizmi? Bugungi shukrona kun ertalabdan yaxshi zo'r boshlandi. Davom bo'lyapti, yaxshi. Albatta, yaxshi bo'lgay. Joningiz omon bo'lsin. Bugun xonadoningizda katta bayram, katta tantana. Sababi bugun sizni dadajoningiz Nabijon aka, ukajoningiz Fayozbekni ham shukrona kunlari. Shundaymi, akajon? Sog' bo'ling, omon bo'ling. Barcha bizni tinglab turgan bo'lsa, sizlarga bir savol bersam degandim. Rozimisizlar? Rozimiz. Bugun sizlar uchun shukronalik kunlaringizda bir samimiy, go'zal tabrik xatlari yetib kelgan. Bu inson sizlarni juda ham yaxshi ko'radilar. Erta tongdan sizlarni tabriklashimni iltimos qilganlar. Bir o'ylab ko'rsangiz, bu inson kim bo'lishlari mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Birin-ketin barchangiz javoblaringizni aytsangiz, qani kim birinchi bo'lib topar ekan? Amakim bor. Fazlida amakim. Sobir amakim bor. Yangam bor. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Aynan qay birlari deb o'ylaysiz? Men Fazil amakim deb o'ylayman. Albatta akajon, bugun mana shu xatni qo'lga olar ekanman. To'g'risini aytsam, oilangizga rosa havasda bo'ldik. Jigarlar, barchangiz mehr-oqibatlaringizga ko'z tegmasin deymiz. Bugun shukronalik kuningizda sizni qutlovchi amakijoningiz Fazliddinjon aka, albatta Nabijon akani ukajonlari Fazliddinjon aka bugun sizlarni qutlabdilar va go'zal samimiy tabrikni sizlar uchun o'qib eshittirishimni iltimos aylabdilar. Maylimi, qimmatli vaqtingizni olgan holda mana shu tabrik so'zlarini o'qib eshittirsam? Bo'lardik. Yaratgan rozi bo'lsin. Qabul qiling, tinglang siz uchun. Assalomu alaykum, mening akajonim. Hurmatli Nabijon aka, akajon, sog' salomatmisiz? Xonadoningiz tinchmi? Jiyanlarim, kelinoyim, barchasi yaxshimi? Akajon, bugungilik shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz, qarshi olayotgan go'zal yoshingiz muborak bo'lsin deymiz. Bugun sizning jiyanlarimning tug'ilgan kuni. Ammo bu sana mening yuragimda shunchaki tug'ilgan kun emas. Bu suyanchim, ishonchim, otam o'rnidagi insonning hayotga kelgan kuni.
Siz men uchun aka emassiz. Siz hayotimdagi eng katta bardosh, eng sokin yelka, eng qudratli tayanchsiz. Yoshligimdan beri sizga qarab yurishni, sizning sukunatdagi sabrligingizni o'rganib ulg'aydim. Otam ketgach, men eng avvalo sizni nigohingizni izladim. Siz indamay qarab turardingiz. Lekin o'sha qarashda men sendan voz kechmayman ukajonim degan so'zsiz va'da bor edi. Akajon, albatta siz va'dangizda turdingiz. Har doim meni o'ylab, kamchiliklarimni to'ldirib keldingiz. Siz o'sha va'dangizga sodiq bo'ldingiz. Siz bo'lmaganingizda men bo'lmas edim. Siz suyanganingizda men ham tik turgandek bo'laman. Siz halol yurganingizda men ham oriyatni o'rganaman. Siz doim bor bo'ling aka. Men siz bilan nafaqat faxrlanaman, sizni doim duo qilaman. Alloh ishlaringizga fayz bersin. Yuragingizni keng, umringizni uzun, farzandlaringizni baxtli, hayotingizni obod qilsin. Sizga shunday baxtlar nasib etsinki, bu hayot sizga ehtirom bilan xizmat qilsin akajon. Men ukajoningiz, sizni yuragimdan sevaman. Siz mening akam emas, otam o'rnida otamsiz. Yuragimning tub-tubidan yongan aytilmas gaplar, lekin har kech qalbimda takrorlanadigan duo. Bu otam uchun. Siz ketganingiz, otam ketganiga yillar o'tdi. Ammo men otajonimni har kuni sog'inaman. Uning ovozini, ko'zlarini, hatto dudoqlarini ham, bizga qarab turgan ko'zlarini ham hanuz barchasi yuragimda. Otajonimsiz bugun men ancha charchaganman, ammo sizdek akam borligidan doim quvonaman. Endi esa har bosgan qadamimda bir savol keladi. Akam mendan rozimi? Otam shu yurgan yo'limdan mamnunmi deyman. Ilohim otamning yotgan joylari jannat bog'laridan bo'lsin. Har nafasimda ruhlarini duo bilan yodga olaman. Jannatda istagan narsalariga osongina erishsinlar. Meni, akamni, biz farzandlarni esa doim shafoatiga muyassar qilsin. Onajonimni ham takror va takror haj safarlariga eltaylik. Ilohim hoji onamizga yana imkon bersin. Yana Ka'bani ziyorat qilsin, yana sajdada yig'lasin, yana ikki qo'lini ochib farzandlarimning yuzini yorug' qil, ko'nglini ravshan qil deb iltijo qilsin. Men esa orqasida yurib, yuragimda kuylayman. Bu bizning onajonimiz, bu bizning jannatimiz, bu bizning Allohga elchimizdir deb aytaman. Akajon, bugungilik shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Mening mehribon jiyanlarim Otabek, Fayozbek, bilasizlarmi? Men sizlarning har bir kulgingizda yashayman, har bir yutug'ingizda o'zimni ko'raman. Sizlar ulg'aygan sari men ham ichimdan ko'kka ko'tarilaman, g'ururlanaman, shodlanaman. Dunyoga mana shunday mening jiyanlarim ham dunyoga kelgan deya o'zimdan o'zim xursand bo'laman. Men istayman, sizlar har doim sog' salomat bo'ling, har kuni bir yuksaklikka intiling. Bilingki, sizlar men tanho emasman, sizlar mening tayanchimsizlar. Yuragingizdan hech qachon Allohga bo'lgan ishonch, onangizga bo'lgan ehtirom, buvingizga bo'lgan mehr ketmasin. Sizlarni, shunday farzandlarni dunyoga keltirgan kelinoyimga ham ming bora rahmat aytaman. Ilohim umrlaringni uzoq qilsin. Doimo bizning baxtimizga sog' bo'linglar. Sizlarni o'z farzandimdek yaxshi ko'raman. Akajon, sizni ham bugungilik shukrona kuningiz, jiyanlarim, sizlarni ham bugungilik shukrona kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Katta rahmat. Hayot o'zi oliy bir hakam. Tirik jon bor, tugamaydi kam. Shukr Tangrim, yolg'iz qo'ymading. Yonimda bor qadrdon akam. Yodimdadir bolalik chog'im. O'ynab o'sgan ul go'zal bog'im. Hozir esa suyangan tog'im. Yonimda bor qadrdon akam. Havas qilib yuraman doim. Sizni sevar qancha guloyim. Panohingda asra xudoyim. Yonimda bor qadrdon akam. Yovlardan men sira qo'rqmasman. Yoningizda arslon yo'lbarsman. Bo'lmasa gar oddiy bir xasman. Yonimda bor qadrdon akam. Aytar so'zi men uchun o'git. Qo'llab turar meni u hardam. Ismiga mos haqiqiy yigit. Yonimda bor qadrdon akam deya ukajoningiz Fazliddinjon aka bu tabrik xatlariga yakun yasar ekanlar. Bu tabrikni to'ldirish ilinjida keliningiz
Bo'rtachxon opa, jiyanlaringiz Shaydoxon, Baxtishod, Mohiroy hamda onajoningiz bu tabrik xatlariga hamroh bo'libdilar. Akajon, hurmatli Otabekjon, Fayazbek, sizlarni ham amakingiz uchun, kelinoyingiz uchun aytar so'zlaringiz, dildagi izhorlaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Ko'p yashasin. Katta rahmat e'tibor uchun. Baxtimizga sog' bo'lsin, farzandlari aqlli, odobli, yaxshi bolalar bo'lib yetishsin. Ilohim, O'zlari huzurini ko'rsin farzandlarini. ilohim shunday bo'lsin. Mana onajonim kelgan. Hammamiz Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Sizga katta rahmat. Ishingizga omad. Rahmat akajon. Mana shunday to'kin sochin dasturxon atrofida mehr oqibatli jigarlaringiz bilan o'tirishga hech ham ko'z tegmasin. Bugungilik shukrona. Rahmat kattakon hammaga. E'tibor uchun, olqishlar uchun sog' bo'lingizlar. Bugungilik shukrona kunlaringizni, tavallud ayyomlaringizni, qo'shaloq bayramlaringizni yaxshi o'tkazing. Sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat sizga. Sog' bo'ling akajon. Olovlarni olov demasdan, otashlarni mushtlagan akam, mening uchun hechdan qo'rqmasdan, o'tni qo'lda ushlagan akam. Ilm olsin, odam bo'lsin deb umrin ishga sarflagan akam. Ukam yo'lin ravon bo'lsin deb yo'limdan tikan yulgan akam. Qadri baland, mehribon akam, ishonganim qalqonim akam. Himoyachim, o'git berguvchi, akalikda otamdek akam. Qadri baland, mehribon akam, ishonganim qalqonim akam. Himoyachim, o'git berguvchi, akalikda otamdek akam. Siz akam, menga bag'rim ochib ko'rishgan, mingta do'stdan yaxshisiz akam. Ilm olsin, odam bo'lsin deb umrin ishga sarflagan akam. Ukam yo'lin ravon bo'lsin deb yo'limdan tikan yulgan akam. Qadri baland, mehribon akam, ishonganim
qalqonim akam, himoyachim, o'git berguvchi, akalikda otandek akam.